Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joylaridagi Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joylaridagi Sharq Turkiston tashkilot rahbarlari, jamoat oqsoqollari. 5000 kishilik namoyish 4-oyning 27-kuni g'albilik oxirlashdi. Buningdan Uyg'ur ma'rif uyushmasi bo'lish sifatimiz bilan haqiqatan mamnuniyat his qilamiz. Bu munosabat bilan Dünyanın her qaysi joylaridagi Uyg'ur tashkilotlariga, jumladan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa efendimga, Belgiya Uyg'ur jamiyatininki raisi Abdullah efendimga alohida tashakkurimni bildiraman. Chunki Dunyo Uyg'ur qurultayi mushu 5000 kishilik namoyishni o'rinlashtirish jarayonida Yevropadagi barliq tashkilotlarni harakatlantirish, ular bilan hamkorlashish jihatlarda faol qadam tashlab Uyg'ur xalqining ko'nglini utdi, tashkilotlarning ko'nglini utib, eng oxirida bu 5000 kishilik namoyish yaxshi boshlanib, yaxshi oxirlashdi, xavfsiz, xatarsiz o'tganligidan dunyodagi barliq Uyg'urlar mamnun. Bu munosabat bilan mushu Shvetsiyadan mushu 5000 kishilik namoyishni qo'llab, quvvatlab, Uyg'ur ma'rif uyushmasini yolg'iz qo'ymay, Uyg'ur ma'rif uyushmasininki yetakchiligida 5000 kishilik namoyishga alohida bilet setib elib, balavoqillarini, ishini, oilasini tashlab Shvetsiyadan Belgiyaga berib namoyishga qatnashib, bizni yolg'iz qo'ymay, namoyishni biz bilan birga qo'llagan Shvetsiyadagi barliq namoyish qatnashgan azimatlarga bu yerdan salom beraman va ulardan hol so'rayman. Alloh hodiqinglarni chiqarsin. Bu ko'rsatgan qahramonliginglarga Janobi Alloh qiyomat kuni hech narsa asqatmaydigan, insonning yaxshi amali asqatadigan kunda mushu amalinglarni inshaalloh tarazanglarningki eng ig'ir keladigan yerda qilsin. Shuning bilan birga og'riqlik sababdan, balavoqillarga qarash sababdan, ish o'rnidan ruxsat ololmaganlik sababidan yoki bo'lmasin mushu Shvetsiyada Uyg'ur ma'rif uyushmasi bilgan sebepler aqsabda xizmat qilish sebebidan bu namoyishga qatnashammagan va ammo qatnashish orzusi bor bo'lgan qarindoshlarga bu ekran orqali salom berishni, ulardan hol so'rashni loyiq topdim. Chunki sizlar bizning orqamizda turmagan bo'lsanglar, biz xotirjam bo'lib bu namoyishga borolmaydik. Bazı adamlar oldingi safda xizmat qildi, bazı odamlar o'rta safda xizmat qildi, bazı odamlar orqa safda xizmat qildi. Eng oxirida biz bu xizmatning hamma tarafini to'liqlab Xitoy kommunist mustamlikcha alvaslardan iborat bu gavdimizga minib olgan ig'ir tog'ni ittirib tashlash uchun oldingi safda, o'rta safda, orqa safda xizmat qiladigan avangard yoshlarga, avangard oqsoqollarga, avangard jamiyat arboblariga biz muhtoj. Biz hamma odamni oldingi safga chiqib olsang bo'ladi demaymiz. Biz hamma odamni o'rta safda tursang bo'ladi demaymiz. Biz hamma odamni orqa safda turib olsang bo'ladi demaymiz. Orqa safda turib yaxshi xizmat qila oladiganlar orqa safda qilsin, o'rta safda xizmat qiladiganlar o'rta safda qilsin. Oldingi safga chiqib qiladiganlar oldingi safga chiqib qilsin. Ammo xizmat qiliqsiz qolmasin. Chunki xizmatni bir binoga o'xshatsak, binoning orqa temi, yan temi, üstü, ögzisi degandek nurg'un tarfi bo'ladi buningki. Shunga o'xshash bu siyosiy da'vomi oldingi safi, o'rta safi, ta'minot safi degandek nurg'un saflarga bo'linadi. Allohga shukr, Shvetsiyada yashayotgan Sharq Turkiston xalqi bir niyat, bir maqsadda hammamiz o'z saflarimizni tepib, oldingi safda turganlar, o'rta safda turganlar, oq safda turganlar hammamiz bir-birimiz bilan moslashib yaxshi xizmat qilib ketyapmiz. Allah bu şundaq ömrligimizni, ittifoqligimizni baqi qilsin. Allah mushu Sharq Turkistonda, G'o'ljining ko'chalarida, Aqsuning ko'chalarida, Urumchining ko'chalarida, Xotanning ko'chalarida, Qashqarning ko'chalarida, Sharq Turkistondagi har shahar, har bozorning ko'chalarida mushundaq namoyishlarimizni javlan qilib, Xitoy kommunist mustamlikcha alvaslarni vatanimdan chiqib ket. Bu vatan mening, sening davlatingga men kirib olmay, sen meningga kirib olma. Sen menga qapig'ini turmagan, men senga qapig'ini turmay, do'st bo'lib yashayli, qo'shni bo'lib yashayli. Seningga biz kirib olmaydi, sen biznikiga kirib olma. Haddimizni bilayli, haddingni bilgin.
deb Xitoy kommunist mustamlakachi alvastillarga haddini bildirishdan iborat bu da'vo uzoq bir da'vo. Inshaalloh bugun oldingi saptikilar orta sapga o'tishi mumkin, orta saptikilar oq sapga o'tishi mumkin, xizmat ehtiyoji bilan orqa saptikilar oldingi sapga o'tishi mumkin. Bu faqat o'rin masalasi. Shuning uchun mushu internet uchur torbetlarda mush namoyish qatnashmaganlar uchi, mush namoyish qatnashmaganlar buchi degandek hissiyat aralash ba'zi so'zlar tarqalib o'tibdi. Men deyman, aziz qarindoshlarim, bu da'vo har tarafli da'vo. Bu namoyishga bugun boramaganlar e'tiborimiz uygun boradi. Belki Xitoy kommunist mustamlakachi alvastillari bilan 100% tig'ma-tig' elishadigan qarindoshlar, shu aqsabda turgan qarindoshlar bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun o'z aramizda bir-birimizni chetga qaqishmay, biz birinchi sapda, o'rta sapda, orqa sapda turib bir gavda shakllantirib, Xitoy kommunist alvastillariga bir gavda bo'lib qarshi turamiz. Buninglik bilan bir-birimizni uchi deyishmasak eng yaxshi bo'ladi. Chunki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanısında aldığın sepki verip uruş kıldıqallar battı. Aq septin təminat yetkizip durduğallar battı. Şəhərdə qılıb şəhərdə qoğdab ticaret, iqtisat, başqa işlerini tərəqqi qıldırdıqallar battı. Şununla oxşaş bu Avropa cəmiyyətində hər sahədə xizmət qılıvatqallar var. İnşallah Şvetsiyadakı barlıq Şərq Türkistanlıqlarının ki, siyasi ideyasidan mən məmnun. Çünki Şvetsiyada casus olsa tazılıdıq, yaman adam qamidi. İnşallah Şvetsiyada yaman adam yox deb qarayman. Şunun üçün namoyish sabablik bəzi videoda bulavatqan gap sözlər arqali qarindoshlar o'zaro bir-birimizni chetga qiqib yoki haqoratlaydigan ishlarni asla qilmaylik. Ahırda yeni bir dep koyduğun işim, ben bu bayanatını Şvetsiya Uyghur Ma'rif uyuşmasınınki yeni boğan mesulü Nicat Turgun inimga vakaleten davatimen hazır muşu ilgirki ayda biz saylam ötküzüp demokratik halette Uyghur Ma'rif uyuşmasınınki mesuliyet vazifesini ben Nicat Turgun qarindishimga ötküzüp verdim. Bunundan keyin Uyghur Ma'rif uyuşmasıga Nicat Turgun qarindishim yetekçilik kılıdı. Ben Uyghur Ma'rif uyuşmasınınki baş katiplik vazifesini aldım. İnşallah biz bana teşkilattımı meyli başlık olaylı, meyli katip olaylı ornumuz alması mı vatan milletki boğan hizmetimiz almaşmaydı. Vatan milletki boğan davadaki ornumuz almaşmaydı. Vazifemiz, mecburiyetimiz, mesuliyetimiz almaşmaydı. Şunun için Muşu Şvetsiyadaki teşkilatçılık nimesinden barlıq teşkilatlarındaki örnek edişini cemiyetteki halkımız mı dava sepide aldığın septe urun ağallar, orta septe urun ağallar, keyni septe urun ağallar birbirini çetki qalxmay davadan ibaret bu mükemmel quruluşununki qaysi tarafida xizmat etsen öte illa ki sen bu davaga ega chiq. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.